Keyingi mavzuyimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, keyingi mavzuyimiz kasr sonlar. Ya'ni ular biz nima deydik? Ratsional sonlar. Ratsional sonlar haqida gaplashib o'tamiz. Hozirgi boshlayotgan mavzuyimiz oddiy kasrlar. Ya'ni kasr degan tushunchani biz bilan birinchi mavzumizda berib o'tganmiz. Ratsional songa ta'rif berganimizda, ya'niki A taqsim B ko'rinishidagi sonlarimiz yoki B dan A ko'rinishidagi sonlarimiz. Bu yerda A bilan B emas. Nima edi? Butun son. Butun son B teng emas nimaga? 0 ga. Ya'ni maxraj hech qachon nimaga teng emas? 0 ga teng bo'lishi kerak emas. Endi A taqsim nima edi? Buni nomi surat, buni nomi maxraj edi. Mana o'rtadagi kasr chizig'i edi. Xo'p, endi kasrlarimizda, oddiy kasrlarimizda turlari haqida gaplashishdan oldin biz kasrlarning ko'rinishlarini bir sizga aytib ko'rsatib o'tsak. Misol uchun, xo'p, 31 dan 7 kasr, to'g'rimi? Misol uchun -3 taqsim 2 bu ham kasr mana, ya'ni ratsional son demoqchiman. Xo'p, 10 bu ham ratsional son. Qayerdan maxrajda nimasi bor? 1 bor, ya'ni 10 ni 1 ga bo'lsangiz. Xuddi shunaqa ratsional sonlar. Misol uchun -3 ratsional son. Ya'ni 0 ratsional sonlar hisoblanadi. Endi hozirgina aytib o'tdikki, sizga ma'lumot tariqasida 0 ga bo'lib bo'lmaydi dedik. Xo'p, endi lekin har qanday son 0 da har qanday songa bo'lsangiz 0 chiqaveradi. Misol uchun 0 da, misol uchun qanaqadir A songa 0 dan farqli A songa bo'lsangiz natija nima chiqaveradi? 0 chiqaveradi. Xo'p, endi kasrlarga boshladik. Kasrlarimiz turlari oddiy kasrimizda birinchisi to'g'ri kasr. To'g'ri kasr. To'g'ri kasrimiz nima? To'g'ri kasrimiz surati maxrajdan kichik bo'lgan kasrlar. Ya'ni surat maxrajdan kichik. Misol uchun 5 taqsim 7, 11 taqsim 17, 25 taqsim 101, 36 dan misol uchun 5. Bular hammasi qanaqa kasr ekan? To'g'ri kasr ekan, mana ko'rib turibsiz. Xo'p, endi to'g'ri kasrning qiymati 1 dan kichkina bo'ladi. E'tibor bering. Qiymati x deb olsak, shuamiz nimadan kichkina ekan? 1 dan kichkina bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, 0 bir oraliq qo'yaylik shuni. 0 bir oraliqda bo'ladi. Keyingisi noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasrimiz. Noto'g'ri kasrimiz qanaqa? Noto'g'ri kasrimiz surat maxrajdan katta bo'lgan kasr. Teng bo'lgan desangiz ham bo'laveradi. Maxraji surat maxrajidan katta. Endi qaradik. Misol 3 taqsim 2, 5 dan 17,
31 taqsim 15. 8dan 8. Bu ham noto'g'ri kasr. Esingizdan chiqmasin. Xo'p, endi noto'g'ri kasrning qiymati nimadan katta bo'ladi? 1dan katta bo'ladi. Xo'p. Keyingisi. Aralash kasr. Aralash kasr. Butun va kasr qismdan butun va kasr qismdan tashkil topadi. Kasr qism har doim to'g'ri kasr ko'rinishida bo'ladi. Butun qism har doim to'g'ri kasr ko'rinishida bo'lar ekan. Xo'p, ya'niki qanaqangi misol uchun 3/5 dan 2 o'qilishini esdan chiqarmayman. 7/12 dan 1 mana butun qism, mana kasr qism. Xo'p, -5/20 dan 3 minusni ham bo'lishi mumkin butun qism. Xo'p, 7/6 dan 1. Mana shularimiz mana aralash kasrlarga misollar. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz aralash kasrlarni noto'g'ri kasrlarga aylantirish. Aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirish. Misol uchun a butun b dan s ko'rinishida aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirish uchun b ni o'zini yozasizda, a ni b ga ko'paytirib s ni qo'shamiz. Mana shu ketma-ketlik bo'yicha bajarib ketaverasiz. Ya'ni 3/5 dan 2. Nima qilamiz ekan? 5 ni o'zini yozamiz ekanda. 3 ni 5 ga ko'paytirib 2 ni qo'shamiz ekan. Ya'ni 5 dan 17. Mana bu eng sodda ko'rinishni ko'rsatdim sizga. Endi buni qarang. 7/3 dan 1. Nima yozamiz? 3 ni o'zini yozaman. 7 ni 3 ga ko'paytirib 1 ni qo'shamiz. 22. 6/5 dan 2. Nima ish qilamiz? 5 ni o'zini yozamiz. 6 ni 5 ga ko'paytirib 2 ni qo'shamiz. 32. 7/2 dan 1. Nima ish qilamiz? 2 ni o'zini yozaman. 7 ni 2 ga ko'paytirib 1 qo'shsam 15. Bu mana aralash kasr, noto'g'ri kasrga aylantirish. Endi keyingisi noto'g'ri kasrni aralash kasrga aylantirish. Ya'ni 3 taqsim 2 misol uchun. Uni noto'g'ri kasrni aralashga aylantirish uchun 3 ni ichida ikkitalikda bitta bor, 1 ni yozasiz. Kasr chizig'i mahraji 2 ni yozasiz. Buni bunga ko'paytirsangiz 2, mana 1 dan 2 ga ko'paytirsangiz 2, mana bundan ayirib tashlaysiz, qoldiq tepaga yozib qo'yasiz. Misol uchun 15 taqsim 7. Nima qilamiz? 15 ni ichida 7 talikdan 2 ta bor. 7 ni yozaman. 2 kere 7 14, 15 ni ayirib tashlasam 1. Xo'p. 40 taqsim 6 deylik. 40 ni ichida 6 talikdan 6 ta bor. 6 ni o'zi 6 kere 6 36. 40 dan ayirib tashlasam mana qoldi 4. Misol uchun 100 taqsim 23. 100 ni ichida 23 talikdan 4 ta bor. 23, 4 kere 23 92. 100 dan ayirib tashlasam 8. Endi sizga kattaroq son kelib qoldi. Misol uchun qarang. 289 taqsim 13. Endi bilmayapsiz bo'lishdi.
orasini nechta qo'ying? Nima qilasiz? 289 ni nechiga? 13 ga bo'lasiz. 13 da 2 ta 26 ayirib tashlaymiz. 2 29 ichida yana 2 ta 26 ayirib tashlaysiz 3. Endi nima yozasiz? Mana buni mahrajga, mana buni butunga, mana buni yana qoldirdi. Suratga yozamiz. Ketdik. 22 butun 13 dan 3. Mana bu javob bo'ladi. Aralash noto'g'rini mana aralashga aylantirish mana shunaqa. Endi keyingisi kasrlarni qisqartirish deylikmi? Qisqartirish. Kasrlarni qisqartirish qanaqang? Qisqartirishda suratni ham, mahrajni ham siz bir xil songa nima qilishingiz kerak? Bo'lib yuborishingiz kerak. Eng katta bir xil songa. Demak, 4 ham 6 ham nechiga qisqaradi baravar desiz? Baravar nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. Demak, 2 ga bo'lsangiz 2, mahrajda 3. Xo'p. 15 taqsim 20. Misol uchun 15 ham 20 ham baravar nechiga bo'linadi? Buni ham 5 ga bo'lish mumkin. Buni ham 5 ga bo'lish mumkin. Ana. Xo'p. Misol uchun 10 taqsim 40. Ikkovi ham 5 ga bo'linadi baravar. Baravar 10 ga ham bo'linadi. O'ziga ham bo'lishingiz mumkin mana. Baravar bir xil songa bo'lishingiz kerak. Xo'p. Misol uchun 36 taqsim 40. 36 ham 40 ham baravar nechiga bo'linadi? 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lib yuborsangiz 9, 4 ga bo'lib yuborsangiz mana 10. Xo'p. 150 taqsim 200. Ikkalasi baravar nechiga bo'linadi? 50 ga bo'linadi. 50 ga bo'lsangiz 3, 50 ga. Imkon qadar kattasiga bo'lishingiz kerak, faqat bir xiliga bo'lishingiz kerak. Bir xiliga bo'linsin baravar. Ha? Bir xil songa bo'linsin. Xo'p. 72 taqsim 80. 72 ham 80 ni 8 ga bo'lsangiz bo'ladi. 9 mana 10. Ha? Misol uchun 200 taqsim 442. Bilmaysiz baravar nechiga? 2 ga bo'lib ko'ravering baravar. 2 ga bo'lsangiz 100, 2 ga bo'lsangiz 220. Endi baravar 2 ga ham bo'linmaydi, 3 ga ham bo'linmaydi, 4 ga ham, 5 ga ham bo'linmaydi. Demak, mana shu holatcha qolishi ham mumkin. Xo'p. 15 taqsim 40. Ikkovi ham nechiga? 5 ga bo'linadi. Misol uchun 5 ga bo'lib yuborsangiz 3, 5 ga bo'lib yuborsangiz 8. Mana bu qolgan joyi kasrni qisqarmas kasr ko'rinishi. Qisqarmas kasr. Chunki sizga savol berdi, kasrni qisqarmas kasr ko'rinishiga keltirdisa, shu oxirgi holatiga olib kelib qo'yish kerak. Hech qanday baravar bir xil songa bo'linmasligi kerak. Kasrlarni qisqartirishga qisqacha mana shu. Keyingisi. Kasrlarni taqqoslash. Ya'ni kasrlarni ham katta, kichik, teng degan shiorlar bilan taqqoslashimiz mumkin. Birinchi holatimiz. Agar kasrning mahrajlari bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Agar kasrning mahrajlari bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Misol uchun qarang. 7 taqsim 20 kattami? 15 taqsim 20 kattami? Aytdikki, agar mahrajlar bir xil bo'lsa, surati kattasi katta dedik. 3 taqsim 100 kattami? 81 taqsim 100 kattami? O'z-o'zidan mana aytdik. Xo'p, 7 taqsim 10 kattami? 1 taqsim 10 kattami? O'zidan mana 7 taqsim 10 kattami? Bilib oldingiz-a? Ikkinchi holat.
agar suratlar bir xil bo'lsa, mahraji kichigi katta bo'ladi. Ya'ni misol uchun 10 taqsim 5 kattami, 10 taqsim 2 kattami degan savolni qarang. 10 ni 2 ga bo'lsangiz 5, 10 ni 5 ga bo'lsangiz 2, albatta bu katta. Xo'p, 7 taqsim 100 kattami? 7 taqsim 40 katta. O'z-o'zidan 7 taqsim 40 katta, chunki bizga qoidamiz bo'yicha suratlar bir xil bo'lsa, mahraji kichinasi katta. Endi 3-holatimizda agar surat ham mahraj ham har xil bo'lsa, misol uchun 3 taqsim 5, 4 taqsim 7. Qaysi biri kattaligini topish uchun nima ish qilamiz? Mana qarang, 3 ni 7 ga ko'paytirasiz, 20 yozasiz, 5 ni 4 ga ko'paytirasiz, 20. Bu kattami? Demak, bu katta ekan. 6 taqsim 11 kattami, 1 taqsim 2 kattami. 2 ni 6 ga ko'paytiramiz, 12, 11 ni 1 ga ko'paytiramiz, 11. Bu kattami? Demak, bu katta ekan. Yaxshilab qarab turing. 4 taqsim 5 kattami, 3 taqsim 7 kattami. 7 ni 4 ga ko'paytiryapman, 28, 5 ni 3 ga ko'paytiryapman, 15. Bu kattami? Demak, bu katta ekan. Kasrlarni taqqoslashimiz mana shu tartibda edi. Endi har xil misollarimiz bo'ladi. Misollar yechim bo'limida yana ham ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Endi kasrlarda ham umumiy mahraj degan tushunchamiz bor kasrlarni. Kasrlarni umumiy mahrajga keltirish. Umumiy mahrajga keltirish nima? Umumiy mahrajimiz nima edi? Qarang. Yaxshi. Umumiy mahrajimiz siz bilan ekobekok mavzusi o'tganimizdagi shundagi ekok umumiy mahraj bo'ladi. Ya'ni har bir songa bo'linadigan umumiy bo'luvchisi. Ya'ni umumiy bo'linuvchi deganimiz. Qarang. Demak, umumiy mahrajga keltirishda mahrajlar bir xil qilib olishingiz kerak xolos. 3 dan 2, 5 dan 3 deylik. 5 ga ham 3 ga ham bo'linayotgan son topishimiz kerak. Necha? 15. Demak, nima qilamiz? 15 bo'lish uchun 5 ga ko'paytiraman, 15 bo'lish uchun 3 ga ko'paytiraman. Yozyapman. 10 taqsim 15, 9 taqsim 15. Ya'ni nima qilyapman? 5 ni 2 ga ham, 3 ga ham ko'paytiryapman. 3 ni 3 ga ham, 5 ga ham ko'paytiryapman. Mana mahrajlar bir xil bo'ldi. Xo'p. 1 taqsim 2, 3 taqsim 10. Nima bo'ladi umumiy mahraj desiz? 2 ga ham 10 ga ham bo'linayotgan son 10 ni o'zi. Demak, bu 10 bo'lish uchun 5 ga ko'paytiraman, 10 bo'lish uchun o'zi 10 ekan, 1 ga ko'paytiraman. Yozyapman. 5 taqsim 10. Bunimiz o'zgarishsiz qoladi. 3 taqsim 10 chunki mahrajimiz shu. Xo'p. 3 taqsim 7, 5 taqsim 14. Xo'p, umumiy mahraj necha bo'lishi mumkin? O'z-o'zidan 7 ga ham 14 ga ham bo'linayotgan 14 ni o'zi. Bunga bitta, bunga ikkita. Yozyapmiz endi. 2 ni 3 ga ko'paytirasiz 6, 2 ni 7 ga ko'paytirasiz 14. Qolgani o'zgarishsiz qoladi mana, chunki u mahraji 14 bo'lgani uchun. Xo'p. 3 taqsim 5, 5 taqsim 6 deylik. Mana umumiy mahraj ko'rishda 5 ga ham 6 ga ham bo'linayotgan son necha ekanini o'ylanib o'tirmang, chunki ketma-ket 5 bilan 6 sanoqda. Shuning uchun ko'paytirmasi bo'laveradi, ya'ni 30. Ya'ni bunga 6 ta, bunga 5 ta. Demak, ko'paytirsam 18 taqsim 30, buchi 25 taqsim 30 mana. Xo'p. 1 taqsim 3, 1 taqsim 7. Umumiy mahraj.
necha desangiz, albatta 3 ga ham 7 ga ham 21 to'g'ri mana. Bunga 7 dan, bunga 3 dan yozyapmiz. 7 taqsim 21, 3 taqsim 21. Xo'p, misol uchun 1 taqsim 6, 1 taqsim 4, xo'p 5 taqsim 8 deylik. Umumiy mag'ra necha? 6 ga ham, 4 ga ham, 8 ga ham buni konimiz 24 bo'ladi. Demak, bunga 4 ta, bunga 6 ta, bunga 3 ta. To'g'rimi? Chunki 3 ga ko'paytirsangiz 24 ta. Demak, yozyapman endi. 4 taqsim 24, 6 taqsim 24, xo'p 15 taqsim 24. Umumiy maxrajga keltirish bizda kasrlarni qo'shish va ayirishda, ya'ni har xil maxraj kasrdan qo'shish va ayirishda kerak bo'ladi. Umumiy maxraj tushunchasi shu, oddiy tushuncha, qiyin emas yechilish. Keyingi tushunchamiz endi kasrlarni qo'shish va ayirishga o'tamiz. Qo'shish va ayirishda eng osoni bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish, ayirish. Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish. Misol uchun b taqsim a plus s taqsim a. Maxrajlar bir xilmi? A ni o'zini yozasizda, suratlarni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, ayirishda ham shunaqangi. B taqsim a minus s taqsim a. Nima qilamiz? A ni o'zini yozamizda, b dan s ni ayirib qo'yamiz. Xuddi shu tartibda ketadi. Endi misollar orqali qilamiz. Birinchisi 5 qo'shamiz 3 dan 2. Buni qo'shishda hech qanday bunda maxraj yo'q-ku. Siz nima deb yozib qo'yasiz? 5/3 dan 2 deb qo'ysangiz bo'ldi. Misol uchun 13 qo'shamiz 7 dan 3. Nima qilamiz buni? 13/7 dan 3 deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Endi ikkinchi holatimiz. Qarang. 5 dan 2 qo'shamiz 7 deylik. Bunda ham farqi yo'q. 7/5 dan 2 qilib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p. 11 dan 1 qo'shamiz 9. 9/11 dan 1 deb qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p. Keyingi holatimiz, 3-holatimiz. 5 butun qo'shamiz 3/2 dan 1. Endi butunga butunni qo'shsangiz bo'ldi. 8/2 dan 1 qiyin narsa emas, a? 11 qo'shamiz 9/18 dan 5. Qo'shib yuborsam 20/18 dan 5. Xo'p, 4-holatimiz. O'rni almashib kelib qolsa, misol uchun 3/5 dan 2 qo'shamiz 5. Nima qilamiz? 8/5 dan 2. Xo'p, 7/3 dan 1 qo'shamiz 8. Qo'shib yuborsam 15/3 dan 1. Qiyin emas yechilishi. Xo'p, endi 5-chi qilamiz. Misol uchun 3 dan 2 qo'shamiz 3 dan demaylik, 13 dan deylik, 13 dan 5. Hozirgina ko'rdik, maxrajni o'zini yozsa ekanda 2 ga 5 qo'shib qo'ysangiz bo'ldi, 7. Xo'p, 6 dan 1 qo'shamiz 6 dan 2. Ne chiqar ekan? 6 dan 3 chiqar ekan. Xo'p. 6-holatimiz. 12 dan 5 qo'shamiz 3/12 dan 7 deylik. Qo'shib yuborsam ne chiqadi? 3 ni o'zini yozamiz. 12 ni o'zini yozamiz. Bunga buni qo'shsam 12. Endi 12 ni 12 ga bo'lsangiz 1 chiqadi-yu, 1 Mana oldindagi 3 bilan necha butun bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana qarang, yana qaytaryapman. 15 dan 13 qo'shamiz 3/15 dan 3 nima? 13/15 dan 2. Nima qilamiz? Qarang, qo'shib yuborsangiz 13 butun yozamiz. Mana 15 dan 15 bo'lib qolyapti qo'shganingizda. Buni biz nimaga teng? 14 butunga teng. Xo'p, 7-misolimizda ko'ryapmiz. 5/3 dan 2 qo'shamiz
3'dan 2. Nima hosil bo'lyapti? 5,3'dan 4 hosil bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Endi bu noto'g'ri kasrlar ilishiga aylantirib qo'yishimiz kerak. 4 uchta 3dan bitta bor. Uni oldinda 5 ga qo'shib qo'ysak, 6,3'dan 1 mana. 7,17'dan 11 qo'shamiz. 17'dan 15. Qo'shib yuborsam 7,17'dan 26 mi? 26-dan 17'dan bitta bor. O'sha bitta butunni boqib qo'shib yuboryapmiz. 8,17 ni yozyapsiz. 26'dan 17 ni ayirib qo'yapmiz. 9. Tushunarli? Xo'p, bunda qiyin joylar yo'q qo'shishda. 8-misol. 3,5'dan 2 qo'shamiz. 4,5'dan qo'shib yuborsam nima chiqadi? 7,5'dan 3 degan narsa chiqadi. Xo'p. 5,12'dan 11 qo'shamiz. 3,12'dan 5 deylik. Qo'shib yuborsam ne chiqadi? 8,12'dan 6 chiqadi. Endi buni nima qilib olishimiz? 16 chiqadi. Buni nima qilib olamiz? Siz 16-dan 12'dan bitta bor. Baqib qo'shib beramiz. Shu bittadan 9 butun bo'ladi. 12'dan 4. Endi qarang, chiqqan natijamiz qisqartirishimiz mumkinmi? 4 bilan 12 ni qisqartirib yuborsangiz 9,3'dan 1 degan javobdan chiqishi mumkin. Yetib bordimi? Mana shu kasrlarni qo'shish. Endi kasrlar ayirishga doir misollarimiz. Ayirishga doir misollarimizga e'tibor bersangiz, 3'dan 2 ayiramiz. 3'dan 1. Shunchaki ayirib qo'ysangiz bo'ldi. 1 taqsim 3. Mahrajni o'zini yozsa 2'dan 1 ayirib qo'yamiz. Ikkinchisi 5,7'dan 5 ayiramiz. 7'dan 3. Nima chiqadi? 5,ni o'zini yozasiz, 7ni o'zini yozasiz. Bundan buni ayirib qo'ysangiz bo'ldi, mana 2. Endi sal muammoliroq misolimiz bor. Endi siz uchun boshqa javob bo'lishi mumkin. Xo'p, qarang. 4,12'dan 1 ayiramiz. 12'dan 7. Biz mana 1dan 7 ni ayiramiz bu holatda. Nima qilamiz desiz? 3 butun qilasiz, mana 4 butun. Uni 4 butun degani bu yerda 4 ta 12 bor degan. O'shani tepadagiga qo'shib berasiz bittasini. 13 bo'ladi. Qo'shyapmiz, tepaga bitta 12 ni qo'shyapmiz. Pastga 12 ni yozasiz, mana. 12 7. Endi mana ayirib olsangiz 3,12'dan 6 chiqadi. Qisqartirib yuborib yozishingiz ham mumkin. Yana qarang, shunga yozib beryapman. 50,3'dan 1 ayiruv 3'dan 2. Xo'p, nima ish qilamiz ekan? Buni 1dan 2 ni ayirolmayman. Mana yerda 50 ta 3 bor. Bittasini olib bersam 49,3'dan 4 bo'ladimi? Ayiruv 3'dan 2. Ayirib olsam 49,3'dan 2 degan javobimiz kelib chiqadi. Xo'p, ayirishda juda murakkab narsalar yo'q. Bir xil mahrajlida siz xuddi shunaqa qilib yechishni bilsangiz bo'lgani. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi mavzuyimiz davomi keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz.